Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, kech bo'lib ketdi-ku. Nima qilib yuribsiz? O'rtoqlarim bilan kutubxonada dars tayyorlagandik. Shunga qolib ketdim. Yaxshi. Bundan keyin kechga qolmang. Kutubxonadagi darslaringizni ham uyda qiling. Xo'p bo'ladi. Ha, o'g'lim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, kechga qolib ketdik. O'rtoqlarim bilan futbol o'ynadik. Ha, yaxshi. Qo'l betlaringga ujin qilamiz. Kirtez. Ha, qizim? Voy, haligi dada qo'shnimiz Zulfarga chiqib kelib, ertaga kunni darsni so'ramoqchi edim. Kech bo'lganda uyda o'tiring. Oyi, dadam nimaga ukamga boshqa, menga boshqa muomalada bo'ladilar? Dadasi, nega qizingiz bilan o'g'lingizga boshqa muomalada bo'lyapsiz? Bilasanmi? O'g'il bolani tarbiyasi mana shu choynakka o'xshaydi. Qo'lingdan tushib ketsa ham nari beri borsa, pachoq bo'ladi. Uni to'g'rilasa bo'ladi. Lekin bu choynak tushib ketsa, uni to'g'rilab bo'lmaydi.